Akam haraq sababli ölüp ketken. Doktorlar haraq içmegen boz ölüp ketmeydi degen idi. Dadam ahir berip 15 yaşlık bir kız bilen tanışıp kaptı. Şu kız sebepli apamni taşlıvetti. Haraq sebepli bütün ailesinden vazgeçip hemmeyleni taşlap ketdi. Sultan Ahmet Mescidi bilen Aya Sofiya'nın o'ttirsida turvatatdım. Hayatımda azanı to'yinchi qetim şu yerda anladım. Shunchalik huzur his qildimki, nimancha yiqimliq deb ketgan edim. İslam manga o'zini mushundaq his qildirdi. Haqiqatan hayotim bo'yicha hech nima manga bu tuyg'uni bermagan edi. Men hayotim bo'yicha bu huzur uchun nurg'un narsalarni sinab baqqan edim. Bularni manga Allah islom bilan berdi. Men Angliyada, yani nahayat namrat bir ailede çoğun buldum. Dadam taraf Udullu İslam Qaşqın köşmenlerden. Biz Töven Kapaletlikler mahallesinde o'tiratdik. Bu xil turdagi mahalla Angliyada turmuş seviyesi intayin töven rayonlar deb qaraladi. İntayin qiyinchilik ichida çoğun buldum. Biz bekle namrat edik. Keyinki mezgillarda yeni artist bo'lish uchun qattiq bel bog'lagan chaqlarimda gap qilish shaklimni o'zgartdim. Shu jarayonda o'zimni qanday tanishtirishim kerakligini o'rgandim. Alhamdulillah, hazır men musulman. Bu hayotimning muhim bir qismi. How was your life in regards to faith? Did you have any faith before? Yo'q, hech qanday bir dinga e'tiqod qilmaydim. Ammo qiyinchilik uchirsam, Allohning ismini tilga olatdim. O'zimni to'ymay, Allohning ismini tilga ilib solatdim. Ammo Allohning nima ekanligini, kim ekanligini bilmaydim. Lekin ba'zi chaqda qiyin ahvolda qolsam, Allohim menga yordam qilgin, xo'sh bo'lay menga yordam qilgin deydim. Belkim Allah kelimesini işletmeydim deyman. Lekin büyük bir kuchning borligiga ishonatdim. Rostini desam, men ilgari u haqda astoydil o'ylanib baxmabdi ekanman. Astoydil o'ylanish u yoqda tursin, u haqda birasiga tinibmi baxmabdi ekanman. Javobimni xulosalasam, men musulmon bo'lishdan burun ashundaq tipdagi bir odam edim. What was the thing that made you question your beliefs? Was it an event or a thought? And when was it? Men Turkiyadagi vaqtimda bo'ldi. Men bir yeşil masjidda edim. Sizlar uni Sultan Ahmet Camisi deysizlar. Dinga bo'lgan haqiqiy qiziqishim tunji qatim mana shundaq boshlangan. Boshqa dinlar haqida izlanib baqqan, lekin islom dini haqida cho'nqur izlanib baqmabdi ekanman. Men boshqa dinlarga aloqador biror parcha dinlar bir narsa o'qigan edim. Ammo islom dini haqida amaliyatimda yashab turib izlandim. Masalan, masjiddagi vaqtimda azonni anglab turib degandek. Bu rostilla boshqacha bir tuyg'u edi. What was your view of Islam back then? Did you have any prejudices? Mening islomga nisbatan hech qanday qo'rqinish va nafratim yo'qdi. Musulmonlarni yoqtirmaydigan tipdimi emas edim. Doim ularga nozik muomala qilishga, yaxshi inson bo'lishga tirishdim. Ammo to'g'ri, deganingizdek azroq salbiy ko'z qarashlarim bor edi. Ammo buni bilatdim. Turkiyaga menishning oldida momamning deganlari hali ham esimda. Musulmon davlatga bormag'in, xo'sh bo'lib qalay bormag'in. Momam mening Turkiyada xatarga yo'liqib, beshimga bir ish kelib qolishidan ansirgashga berishimni xohlamaydi. U yer bir musulmon davlati. Rostini aytganda, men qo'rqyotdim. Men Turkiyaga kelib, tunji qatim masjidga kirsam, atrofimdagi kishilarni "Sen bu yerga kiramaysan" deydi-ku deb o'ylagan edim. Yoki bo'lmasa, ular meni masxir qilib kulishidi, menga yomon ko'z bilan qaraydi deb o'ylagan edim. Ish qilib, masjidga tunji qatim kirgan chig'imda eng qo'rqinchli ishlar meni kutyotidi-ku deb turib kirganim esimda. Have you ever experienced something that led you to Islam? Mening haraq bilan munosabatlik intayin qo'rqinchli bir kechirmishim bor. Men 8 yosh vaqtimda mening akam haraq sababli o'lib ketgan. Uning menga bunchalik ta'sir qilishining sababi akam bilan bek yaqin edim. U mening o'z akam edi. Buning yana bir sababi u o'lib ketganda doktorlar haraq ichmagan bo'lsa o'lib ketmaydi degan edi. Akam masbub qilib urishib qapti. Kayni-kaynidan 2 mush yegandan keyin yerga yiqilib tushibdi. Beshining orqa tarafi yerga qattiq urilib o'lib qolgan ekan. Ammo doktor masbubmagan bo'lsa, u mush urilgan vaqtda yerga yiqilmaydi. Yiqilmagan bo'lsa o'lib qolmaydi degan edi. Sabab shu, masbubmagan bo'lsa o'lib qolmaydi. Shuningdan buyon mening haraq bilan zodi aram yaxshi emas. U o'lganda men tek kichik edim, ammo uydagilar haraqning ziyonli taraflarini qattiq tushangil unmadi. Ular ichishni davom qildi. Hatto burunqa qaraganda teximjiq ichadigan bo'lib ketdi. Dadam kechilik klubga texim ko'p boradigan bo'lib qoldi. Uni uyda burunqidan az ko'rishga boshladim. Dadam davomli kechilik klubda edi. Dadam axir berib 15 yoshlik bir qiz bilan tanishib qapti. Shu qiz sababli apamni tashlavatdi. Haraq sababli
Bütün ailesidan vaz keçip hammalarni tashlab ketdi. Bu narsa mening kichikimdan tatib o'zimni qochiradigan bir narsaga aylandi. Chunki aroq shu bir yil ichida ailemni ikkiga bo'lib o'tgan edi. Hamma ish bir yil ichida bo'ldi. Asli biz bir oila. Dadam, opam, men va akam birga yashaydik. O'ylamagan yerdan tuyuqsiz oilaning yerimi yo'q bo'lib ketdi. Shuningdan keyin dadamni qayta ko'ramadim. Oilamning yerimi yo'q bo'ldi. Faqat opam bilan ikkimizla qoldik. Mencha haroq shunchalik o'ch bo'lib cho'ng bo'lishimning sababi mush ishlaydi. Sorun yig'ilish deganlarga bakli o'ch edim. Undaq yerlarga bormaydim. Rastilla o'zimni bakli nachar his qilatdim. Ammo men cho'ng bo'lishga boshlagan seri taxminan 20 yoshlarimga deyman. Balkim unchalik ziyonliq emasdi deganda xiyollarni kechirishga boshladim. Amaliyotda men ko'ngil ich so'rinlardan chiqmay o'ynaydigan bir emas edim. Ham asla bundaq bir bo'lmadim. Men uchun bundaq so'rinlar aloqa doiramni kengaytiradigan bir vosita edi xolos. Hamma odam menga agar kech klublarga borsang, yaxshi odamlar bilan tanishib, aloqa doirangni kengaytirasan degan edi. Keyin men yig'ilishlarga qaytilishga boshladim. Men Los Anjelesdagi vaqtimda bir qitim ma'lum bir kechilik klubga bordim. U yerda birisi mening ichimlikimga dori aralashtirib yetibdi. O kecha men o'zimni doktorxonada ko'rdim. Haqiqatan shu vaqtda biri meni elib qochmoqchi bo'ldi. Yana bir elib qochishga urindi. Keyin o'zimning doktorxonada uyg'onganligimni eslayman. Yuzim butunlay girim bilan bo'yalgan edi. Ya'ni barbod bir ahvolda edim. Nimishqa men o'zimga bularni qildim. Men har vaqt haroqqa qarshi edim. Nimishqa bundaq bir hayotni boshlab qoldim deganlarni o'ylashga boshladim. Ammo eng qo'rqinchli bo'lgani keyin undan voz kechmasligim edi. Davom qildim. Sorun yig'ilish deganlarga beriverdim. Do'stlarimga o'xshash bakchiq bo'lmasammi, ammo pat-pat berib turatdim. Keyin Turkiyaga keldim. Turkiyaga dastlab kelganda yaxshi niyat bilan kelmagan edim. Yeni niyetim unchalar yaxshi emas edi. Alloh xuddi askiliklar ichida o'zimni yo'qotayotgicha kutib turgandek. Shunchalik patqoqlarga petib ketgandimki, husn tuzash operatsiyasi haqida izlanayotdim. Aslida o'zimni butunlay o'zgartirishga urinayotdim. Alloh men o'zimni butunlay yo'qotgich kutib turib, ondan meni islomga qabul qildi. What impressed you the most about Islam? Amaliyotda menga faqat bir ish ta'sir qilmadi. Vaqtning o'tishiga ergishib, menga ta'sir qiladigan narsalar ko'payishga boshladi. Mencha eng alohida bo'lgani rostila mening islom haqida astoydil o'ylanishimga sabab bo'lgan narsa tasbih. Ya'ni tunji qatim tasbih siyragan vaqtim edi. Men Turkiyada intayin ko'p kishilarning tasbih siyraydiganligini ko'rganda, ya'ni bakchiq odamlar bunday qiladi ekan. Men uni besimni yengillatadigan sehrli marjon o'xshaydi deb o'ylab qolgan edim. Chunki men tasbihni shunday ataydim. Apamga telefon qilganda, "Apa, men Turkiyadagi insonlardek bo'lg'imba. Ulardek sehrli marjonlarni ishlatganba. Ular shunchalik qiziqarliqki" deb ketgan edim. Google'dan tunji bo'lib tasvir siyradigan vaqtda nima deydiganligini izlagan edim. Subhanallah, alhamdulillah, Allohu akbar va bularning ma'nolarini o'rgandim. Ondan hayotimda tunji qatim tasvir siyrishga boshladim. Bu ishlardan keyin texim alohida bir ish bo'lgan edi. To'g'ri, tasvir siyrishga boshlagandan keyin yuz berdi. O chaqda men masjiddan chiqib İstanbuldagi Sultan Ahmed masjididan. Sultan Ahmed masjidi bilan Aya Sofiyaning o'ttirsida turib Hayotimda azonni tunji qatim shu yerda angladim. Aslida ilgirma anglab boqqan edim, biroq bu qatim haqiqiy angladim. Men to'xtab azonni tinglashga boshladim. Chunki bu ikki jami o'ttirsidagi to'xtab turib tinglashgan vaqtingizda azon ovozi bakli ullik anglanadi ekan. Shunchalik huzur his qildimki, nimancha yiqimliq deb ketgan edim. Haras, mundaq bir ish bo'lgan edi. Men turgan mehmonxonadan 1 soatlik yiroqlikdagi bir yerga borgan edim. To'g'ri, yotoqqa qaytishim uchun 1 soat ketadi. Lekin men qaytish yo'lini bilmaydim. O'zimcha jiddiylashishga boshladim. Yotoqqa qaytishim kerak, ammo qanday qaytaman? Google xaritasiga qarash uchun telefonimni chiqardim va 50% toki bor telefon to'yuqsiz o'chib qoldi. Endi yotoqqa qanday qaytaman? O'zimga notanish bir davlatda nagim boraman deganlarni o'ylab qattiq qo'rqib jiddiylashib ketgan edim. Azon chiqyotdi. Keyin tuyuqsizlar butun andishlarim biraqli yo'q bo'lib ketdi. Xuddi hamma narsa g'oyib bo'lgandeklar rohatlanib qoldim. Men shu chaqda Allohim, agar sen rost bo'lsang, haqiqiy mavjud bo'lsang, meni men turadigan yotoq opirib qo'ygin, menga yordam qilgin deganlarni o'yladim. Ishonsangiz, men uzun zamondan keyin tunji qatim hech narsadan andish qilmay, ko'nglim yerim bo'lmayotdi. Bek rohat edim. Musulmon bo'lishdan ilgari kunlarim bakli andishilik ichida o'tadi. Hammishdan andish qilib, g'am yepli yuratdim.
Bəhcih көңілсіздікlerim бар еді. Мәселен, тешігі çıksam, маңа бірәй келішмәслік болып қалсы қандақ қылымын. Оны қыссam, бұндақ болсы қандақ бола дегендек. Мен ислам білән тонышып, мұсылман болғандан кейін әндіші ғам қайғыларымға ислам чары болды. Bu men uzundan buyan izdavatqan narsa edi. Meni qo'rqitayotgan andishlarimni to'xtatadigan, qayg'ularimni yo'qotadigan narsa. Men musulmon bo'lgandan keyin mundaq bir narsani o'rgandim. Tavakkul, ishonish, ya'ni Allohga shartsiz ishonishni o'rgandim. Aslida mushu his tuyg'ular mening musulmon bo'lishimga sabab bo'lgan edi. How did you find your hostel? Subhanallah, aldımga qarab meniverdim ve udul mihmanxonaga berip qaptıman. Hech qanday xata ko'chalarga kiribmi qolmabdiman. Qandaq tepib berib qolganimni bilmayman. Hammasi Allohning rahmati. Sultan Ahmad masjididan yataqqa hech kimdan yordam so'ramay, xato yo'lga kirib qolmay bordim. Yetib borguncha hech qanday ansirash yo'qdi ve bek rahat edim. Biroq xato yo'lga kirib qolgandimanmi deganlar xiyolimga kiribmi qo'ymadi. Subhanallah. Meni mehmonxonaga o'zim emas, balki Alloh qaytarib akagan edi. What happened between those two moments, that hearing the adhan for the first time, taking the shahada? Mening tunji sinab beqishim Sultan Ahmad masjidida bo'ldi. Undan keyin yataqqa qaytib Qur'on o'qishga boshladim. Yataqda inglizcha tarjimasi bor bir Qur'on bor edi. Uni qo'limga ilib o'qishga boshladim. Baqara surasidan 5 pat atrofida deyman. Shunchalik o'qidim, ammo faqatla o'qiydim. Ondan telefonimni chiqarib, menga boshqacha bilingan oyatlarni rasmga tatqinim esimda. Ondan keyin Qur'onni o'rganishni, o'qishni davom qildim. Aslida musulmon bo'lish niyatim yo'q edi, ammo Qur'on diqqatimni tatganlik uchun o'rganishni, o'qishni davom qilgan edim. Qalbimda diqqatimni tatayotgan bir narsa bor edi. Men dal shu narsaning nimaligini bilishni xohlaydim. Angliyaga qaytdim va qaytmas o'rganishni davom qildim. Men qaytgan hafta karantina boshlangan edi. Subhanallah. Bularning hammasi Allohning plani edi. Agar karantin bo'lmagan bo'lsa, yana qildigan ishim Angliyaga bora bo'lmay, studiyaga borgan bo'lardim. Bu ishlarning hech qaysini qila olmaydim. Sizmi bilasiz, film suratga olganda atigandimi borsiz, kechdimi borsiz, bo'sh vaqtingiz bo'lmaydi. Ammo subhanallah, cheklimi keldi. Uyda qilishga majbur bo'ldim. Kitaplarım, telefon ve kompüter bilan edim. O'qigan sir o'qidim, faqatla o'qidim, o'rgandim ve bir tarafdan leksiyalarni angladim. Bularning hammani uyda qildim. Chunki men hech qanday musulmon tonimaydim. Bu ishning beshidan oxirigacha men o'zim bilan edim. Yolg'iz edim, ammo texchi musulmon bo'lishni o'ylamagan edim. Meni harakatlantirgich kuch namoz o'qishim bo'ldi. Men namoz o'qishni sinab baxmoqchi bo'ldim. Chunki men deganimdek kishilik taraqqiyotga qiziqatdim va o'yladimki, agar bir inson bomdod namoziga uyg'ona olsa, bu ish o kishiga o'zini kontrol qila oladigan alohida bir kuch ato qiladi deb qaraydim. Shunga namozni boshlagan edim. Ya'ni kunlarimni kontrol qilay, tartibga tushsin deb. Ondan keyin kunlarim texmi unumli bo'lishga boshladi. Chunki bomdod bilan peshni orasidagi vaqtga qarata ishlarimni planlaydim. Shuni qilaman degandek. Har ikki namoz orasidagi vaqtga ishlarimni planlashga boshladim va bunda qilishga boshlagandan keyin bu programma bilan kunlarim shunchalik barakatli bo'lib ketdiki, o'zimga ishonmay qoldim. Bu ishni intayin yaxshi ko'rib qolgan edim. O'zimga bu programma bakli qaltiskan, islom haqiqatan mukammal bir dinkan deb ketdim. Kunda 5 vaqt namoz o'qiydiganlar shunchalik talaylik insonlar ekan. Chunki ular kunlarini bakli tartiblik mukammal o'rinlashtira oladi ekan. Men bu shaklda davom qilayotgan mezgilimda Ramazon keldi. Men mundaq o'yladim. Men o'zimga va irodamga hokim bo'lishni sinab boqaman. Buni cho'qim qila olayman. Ramazonda ro'za tutganligimni deganda opam qat'iy qarshi turdi. Menga bundaq qilma, o'lib qolsan dedi. Ro'za tutmoqchi bo'lganimda menga baq qattiq achchiqlab ketdi. Şunlaşqa yoshirin ro'za tutishga boshladim. Buni qilganimga ishongim kelmaydi. Ammo rostila buni qila oladiganligimni o'ylab boqmagan edim. Ramazonda ro'za tutishga boshladim va bu menda haqiqiy iymonning boshlang'ichi bo'ldi. Bu mening dunyoviy foyda manfaat bilan munosabatlik hamma ishimni to'xtatdi va Alloh haqida o'ylanishga boshladim. Chunki men Ramazonda butun diqqatimni mushu ishga qaratgan edim. Ro'za tutatdim, namoz o'qiydim. Bular bilan birga islomni o'rgandim. Bütün vaqtim mushlar bilan o'tdi. Islom menga o'zini mushundaq his qildirdi. Mencha bu haqiqatan hayotim bo'yicha hech nima menga bu tuyg'uni bermagan edi. Men bu his tuyg'u sababli bu ishga texim astoydil muomala qilishga boshladim va davom qildim. Bu his tuyg'u menga Alloh tarafidan kelyotdi. Faqat Allohla menga bu huzurni bera oladi.
Men hayatım boyunca bu huzur üçün, bu xoşallık üçün nurgun narsalarni sinab bakkan edim. Bularni manga Allah İslam bilen berdi. What was the thing that intimidated you the most about taking the final step towards becoming a Muslim? Belki burunqi kunlarimni arqaga tashlab etishqu deyman. Xuddi men uchun eng qo'rqinchli bo'lgani mushudek his qilaman. Chunki islomga kirgandan keyin bu yo'lning qaytishi yo'q. Buni bilatdim. O'ylanishlar, oilamning nimalarni his qildiganligi. Mushlar bak qo'rqinchli. Bütün xizmetim, işim 10 yildan buyon bu ishni qilyotdim. Hayotim, turmush odatim, tamoq yeyishim, mundaqcha aytganda mening bütün hayotim xizmetim edi. Hozirgacha mening bütün qararim xizmetimga qarta bo'ladi. Filmlarda rol elish, kasbimni bak yaxshi ko'ratdim. Bularning hammasi rostla menga bak qo'rqinchli bilingan edi. How did you feel when you took shahada? Could you please describe that moment in detail for us? Rasmiy holda kalima shahodat etmedim. O ishni masjidda qilmadim. Chunki u vaqt korona sabablik karantina mezgiliga o'dil kelgan edi. Shung o'zimning uyida etdim. Men bütün kecha yig'lab chiqdim. Bu ish Ramazonda bo'ldi. Musulmon bo'lgan Ramazonda to'xtamay yig'lab chiqdim. Men xatolashmay deb qayta necha qitimlab shahodat etdim. Chunki men xato bo'lib qolishidan, xato qilib qo'yishimdan qo'rqatdim. Shunga davomli shahodat etdim. Shahodat aytdim. Chunki kalimalarni to'liq talaffuz qilolmaydim. Shunchalik jig'laytdimki, bo'ldi endi deytdim. Ammo takror shahodat aytib, yana jig'laytdim. Sinab boqish uchun kalima shahodatni bak ko'p aytgan edim. Bu his xuddi nishonimni tepib olgandek edi. Chunki hamisha uchirgan masalalarda davomli arsalda qolatdim. Davomli ishkilinib qolatdim. Men hech qachon har qanday ishni to'liq tugatib qilib baxmagan. Maktabda bir darsga boshlaydim, ammo oxirgacha o'qiyamaydim. Bir ishga boshlaydim, yerimda tashlab qo'yatdim. Mening umrim mushundaq u yerda bu yerda cho'rgilash bilan o'tadi. Chunki aniq bir nishonim yo'q edi. Nega bordiganligimni, nemishqa uyadligimni bilmaydim. Zehnim bakli qalaymaqan edi. Bir mezgil mushundaq yurdim. U vaqtda yana shahodat etgan vaqtimda dal men izlayotgan narsa mushigu dedim. Endi men bu tashvishlarni bir yoqqa cho'rvatdim. Musulmon emas vaqtda ko'ngil bo'ladigan, diqqatimni beradigan narsam yo'q edi. Hamma ish bakli tasbir xil, yukdak bilinadi. Nemishqa desangiz, bir ishlarning nemishqa undaq bo'ldiganligini bilmaysiz. Zehningiz qalaymaqan. Nega bordim? Nemishqa u yerda? Nemishqa undaq bo'ladi? Nemishqa bundaq qilaman? Bularni bilmaysiz. Ammo birdilla axloq mizoniga duch kelsiz. O bizga diqqat qilishimiz kerak bo'lgan nuqtalarni ko'rsatib berdi va undan keyin nishoningiz texim aniq bo'ladi. Nega bordiganligingizni, nemishqa bordiganligingizni, oxirida nimalarga erishadiganligingizni bilasiz. Inshaalloh jannat. Jannatga boradigan yo'l hayotda nega bordiganligingizni bilmay, nishonsiz mangan yo'ldan oson. Mana mushundaq. Men uchun bakli ta'sirlik, hayajonli minutlar edi. You studied acting in Los Angeles and appeared in a number of films. Was it difficult for you to leave your acting career after deciding to become a Muslim? Menchi tas edi. Nimalar bo'lsin, uzundan buyon qilayotgan xizmatim emasmi? Men hech qachon bu kasbdan voz kechmadim va unda qilishni o'ylabmi baxmadim. Ammo korona sababli xizmatimni to'xtatishga majbur bo'ldim. Korona sababidan xeyli uzungacha film suratga elish to'xtatilgan edi. Shu sababli Alloh menga dinimni texim yaxshi o'rganish uchun fursat yaratib berdi. Endi bo'lsa, nima qilishim kerak yoki kerak emas buni bilatdim. Yana ish takliflari elishga boshladim va men hayotimda tunji qitim bu taklifni rad qilyotdim. Yo'q, bu ishni qilolmayman. Kechiring, buni qilolmayman deb javob beratdim. Keyin o'ylashga boshladim. Men bu ishning zodi qanday yerida, muvaffaqiyat qozonish uchun shuncha tirishgan bu ishning zodi qaysi saviyasida. Undan keyin faqatla islomiy takliflarni qabul qilish qaroriga keldim. Endi hech nimadan ansirmasam bo'ladi. Rejissor menga birsini quchoqlashimni talab qilsa, talabi bo'yicha qilmasam, qilamadim deb ansirmasam bo'ladi. How did your family and the people around you react to your conversation to Islam? Apam men musulmon bo'lganda Google'ni ichib kepti. Torda o'zi izlab ko'rgan ba'zi xabarlarni menga ko'rsatdi. Ular yolg'on xabarlar deyman. To'g'ri, ko'proq to'qilma xabarlar edi. Butunlay nazariyaviy temalar edi. Apam qat'iy xushal bo'lmagan edi. Rostdan desam,
Apam terrorchi degan gapni bək jiq ishlatadi. Agar masjidga mang'an bo'lsam, bək diqqat qilishimni ta'kidlaydi. Birisi seni o'zining tashkilotiga qo'shib olish mumkin deydi. Ya'ni teshida rostilla meni saqlab turadigan bir odamlar bor va meni o'zining tashkilotlariga qo'shib oldi deb o'ylaydi. Ish qilib bilmayman. Xabarlar, medialarni sizmi bilasiz? Uning o'ylaganlari mushundaq edi. Bir muncha do'stlarimdan ayrilib qoldim. Hozirmi men bilan paranglashmaydigan xeyli ko'p yaqinlarim bor. Bir do'stim menga Facebookdan mundaq uchur yozibdi. Bularni bir er kishi uchun qilyapamsan yoki biroz san tahdid qilyapamdi. Bularning hammasi nima uchun? U rostilla meni xatarlik bir ahvolda deb o'ylab qopti. Oilam g'alati bir xil atrofimda aylanib yuradi. Chunki qanday qilish kerakligini bilmaydi. Ularcha bo'lganda men elishib qolgan edim. To'g'ri, meni sarang bo'lib qoldi deb o'ylab qolgan edi. Ammo ular menga burunqidimi bakrak ko'ngil bo'lishga boshladi. Aslida men ko'ngil ichi so'rinlarga borsam yoki nachar ishlarni qilsam, mendan ansirab ko'ngil bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ammo mening hozirgi ahvolimni qat'iy tushunib yetolmaydi. Apam bilan munosabatim hozir burunqidan yaxshi. Texim to'g'risi, apam islomni o'rganishga boshladi. Men uni bir masjidga oldim. Ondan bir da'vat guruhiga ilib bordim. U yerda islomni tushundiradigan bek ko'p ustozlar bor edi. Shu yerda islom haqida texim ko'p narsani o'rganishga boshladi. Hozir burunga qaraganda texim yaxshi ahvolda. Buning sababi Allohning uni yaxshi musulmonlar bilan uchrashtirish bilan bo'ldi. Keyingi vaqtlarda birasi bilan tanishib qolgan bo'lsa, menga telefon qildi-da, men bir qiz bilan tanishib qoldim. Hijobli bir qiz edi. Menga mau ishlarda yordam qildi deydi. Ish qilib, uning yordam qildigan bir musulmon chiqib turdi. Hatto menga telefon qilib, bo'lgan ishlarni anglatadi. Demisimi, mendan boshqa uningga yordam qiladigan, tabliq qiladigan ba'zi insonlar bor. Ular rostilla uningga baxtli yordam qildi. Was it hard for you to wear the hijab? Albatta tez keldi. Chunki men teshida aylanishni, cheglashni yaxshi ko'radigan bir qiz edim. Ko'ch-ko'ylarda menga havas bilan qarashni bekli xohlaydim. Ammo ba'zi vaqtlarda men yoqtiradigan kishilar qarag'inida bekli ochchig'im keladi. Ammo men bularning hammasini bir yoqqa cho'rib tashlashim kerak edi. Haqiqatan bu menga bekli tez keldi. Chunki mening salohiyatim insonlarning menga qarab qaramaslik bilan intayin munosabatlik edi. Men London ko'chalarida bundaq hijoblanib yursam, kishilar orasida yo'qli bo'lib ketatdim. Degandek butunlay ko'rinmasli bo'lib ketdim. Sizmi bilasiz, aktyor va farqli kiyinib yuradigan biri uchun bu xil kiyinish uyg'un emas takli edi. Shunlashqa bu menga nisbatan haqiqatan cho'ng bir o'zgarish bo'lgan edi. Ammo bo'lgan seri bu menga ko'ngillik bilinishga boshladi. Bundaq ko'rinmas bo'lish meni xushal qilyotdi. Ko'chalarda menishni texmi yoqtirib qilyotdim. Faqatla menish, boshqalarni o'zimga jalb qilmay menish. Amaliyotda men hayotdan tunji qitim hozir ilyotdim. Insonlarning mening haqqimda nima o'ylaganliklariga parvo qilmasdan yashayotdim. Mana buni menga islom o'rgatdi. You started praying before converting to Islam. Can you tell us about your first salah experience? Mening o'rgangan tunji namozim peshin namozi edi. Nimishqa o namozni o'qiganimni bilmayman. Aslida bomdod asarroq 2 rakat ekan. Lekin men buni bilmaydim. Men faqat namoz qandoq o'qiladi deb yozsam, 4 rakat peshin namozi chiqdi. Rakatning nimaligini bilmaydim. Shuning bilan buni o'rganay dedim. Mushunda qilib bir video tanladim. Tunji qitim o'rganganim peshin namozini o'qish bo'ldi. O'rganishni yangi boshlaganda men faqatla harakatlarni qildim va Allohu akbar deganga o'xshash oson so'zlarni dedim. Arabcha o'qiyamaydim. Videoning ostida latincha o'qilishi bor edi. Shuniga qarab o'qidim, ammo bek tez o'qiydim. Takror o'qiydim. U balani davomli tinchaytdim. Mening shu chaqda mundaq deganim esimda. Bu harfni qandoq deydigandi degandek. Masalan, men buni qandoq deyalayman bilmaydim va o'rganishga tirishatdim. Tunji qitim to'g'ri bir shaklda peshin namozini zehnimda o'qiganim va u kunni bekli hayajon bilan o'tkazganim hali ham esimda. Davomli hayajonlanatdim, tayyorlik qilatdim. Tayyorlanib namoz o'qishni o'rganatdim. Bir kun atgan nihoyat xushal o'rnimdan turdim. Chunki bu soatda xuddi Allohning huzuriga bordigandek his qilatdim. Namoz vaqtining kirishini unutib qolmaydim. Men peshin namozini saqlaydim. Vaqtni unutib qolishdan qo'rqatdim. Nimishqa bunchalik qo'rqib ketganligimni bilmayman. Balkim bu qo'rqish Allohning huzurida bir ishni xato qilib qo'yishdan ansirganligimdan bo'lsa kerak. Yana birsiga Allah meni yetarlik tirishmaganligimni o'ylab qolmasin deydim. U vaqtdagi tushunchalarim mushulaydi. Men shu kuni atgan o'rnimdan turgandan keyin nihoyat taraddud ichida qolgan edim. Endi bo'ldi qilmayman. Undan keyin yana yo'q, men qilmayman.
men tex buni qilishga tayyor emas degandek. Ondan yana o'zimni to'xtatdim. Bo'ldi, endi qilolmayman. Mush şekilde bir qancha qitim taraddud qildim. Keyin nihoyat namoz o'qishga boshladim. Tunji qitim namoz o'qigan vaqtimda bir nur ko'rgan edim. Oppoq nur. Tunji namoz o'qiganda ko'rganlarim mushila. Hammishni to'liq qildim. Shu chaqdagi his tuyg'ularimni o'ylasam, to'g'ri bo'lgandek o'ylayman. Shundaq to'g'ri bo'lganligi esimda. Balkim ba'zi ishlarni xato deb qo'ygan bo'lishim mumkin. Men bekla hayron qoldim. Chunki men to'g'ri qila oladiganligimga ishonmaydim. Namozni tugatdim va mundaq his qilgan edim. Vah, men qila oldim. O'zimcha cho'ng bir natija yaratgandek his qilgan edim. Xuddi sahnalarda cho'ng bo'lib, yana sahnada muvaffaqiyatli bir numr o'rinlagandek. Men u vaqtlarda mana shunday hislarga cho'mgan edim. What was the most difficult challenge you faced after converting to Islam, and what sacrifices did you have to make? Men eng qiyin bo'lgani ishonish edi. Dinimga ishonish edi. Boshqa musulmonlar bilan bir yerga kep qilishdan ansirab yuratdim. Chunki ular menga arabcha gap qilsa, men bilmaydigan gaplarga qanday javob beraman deb o'ylaydim. Yana masjidga kirib namoz o'qisam agar bir xatolik bo'lib qolsa-chi degandek. Shunga atrofimda musulmonlar bor chaqda masjidga berishdan tatinib qolatdim. Haras, agar birisi menga assalomu alaykum desa, va alaykum assalom deyishdimmi, ish qilib men bekli hayajonlanib ketatdim. Chunki xato bir gap qilib qo'yishdan bekli qo'rqatdim. İnsanlarning meni aldamchi deb o'ylab qolishidan bekli qo'rqatdim. Yana bular mening samimiy tushunchalarim. Zihnimda bir muncha xiyollar paydo bo'lgan edi. Tunji qitim hijoblanib sirtqa chiqqanda bir odam kelib assalomu alaykum degandi. Men turibli qolgan edim. Nima deyishimni bilmaydim. Voy Allah, endi men bir aldamchimi? Masalan, mening beshim o'roqliq. İnsanlar meni musulmon deb o'ylaydi. Ammo men assalomu alaykumga javob beramadim-ku deb o'ylab ketgan edim. Bular men uchun cho'ng bir andishi bo'lgan. How did you manage to keep your faith? What could be done to prevent this from happening? Mencha, yana men har vaqt bu fikrni qo'llayman. Davomli o'zliksiz o'rganish, bilim bilan birlikda ilgirlash mening dinda mustahkam turishimga va o'zimni tashqi kuchning ta'siridan saqlab qolishimga sabab bo'ldi desam bo'ladi. Mencha hidoyat tepib musulmon bo'lganlar boshqa insonlardanmi va boshqa vaqtdagidimi bekrak o'rganish kerak. Mencha o'rganishni uzun vaqt tashlab qo'ygan vaqtda bu kishilarning dindan chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Balkim uzun muddat bir narsa o'rganmasa, ham o'zini taraqqiy qildirmasa, shuning bilan yangi bilimlardan xabarsiz qoladi. Ondan men nimishqa bu ishlarni qilaman deydi. Unutib qoladi. Chunki o'rganganlarini takror qilib turmagandan albatta unutadi. Yana ular o'rganishda aktiv bo'lmasa, yangi narsalarni ko'ramaydi, bilolmaydi. Shunglashqa men ularga o'rganishni izchil davomlashtirishni alohida tavsiya qilaman. What do you think a convert needs the most immediately after he or she becomes a Muslim? Ko'pincha kishilar jamoatga ehtiyoji bo'ladi deb qaraydi. Ammo meningcha bo'lganda kishidan kishiga qarab o'xshamaydi deb o'ylayman. Chunki menga nisbatan jamoat ehtiyoji bak muhim emas. Menga nisbatan har vaqt o'rganish muhim o'rinda turadi. Ba'zi kishilar uchun jamoat bakli muhim. Shu men bir jamoat tepishni, masjidga berib hamshirlar bilan uchrashib turishni, hatto bir guruhga qatnashishni tavsiya qilaman. Bizda Angliyada mundaq guruhlar bakchiq, lekin Turkiyada bormi yo'q bilmayman. Bizda yetakchi guruhlar bor. Masjid bu guruhlarni tashkillaydi. Mushu guruhlarning soyasida qarindoshlar bir yerga kelib, bir-biriga yordam qiladi. Yaxshi ishlarni bir-biriga tavsiya qilishadi. Shunga jamoat bak muhim. Bu guruh xizmati bak bo'lmasa, to'g'ri yuzda ib berilsa bo'ladi. To'g'ri yuzida munosabatlik bak ko'p darsxonlar bor. Did you start giving dawah to the people around you? Ha, albatta. Opamga ish qilib, qo'limdan kelganini qilyapman. İnşallah onun bilan bu şekildeki suhbatlarimiz bo'ladi. Allohga munosabatli temalarda uni ma'lum saviyaga ib berishga tirishyapman. Hozir opam o'zini dinsiz atsiz demaydi. Ya'ni Allohga ishonmayman demaydi. Ammo uni bu saviyaga elib kelish biroz vaqt oldi. U kuchga bakrak ishonadi. U kuchni texmi mantiqliq deb qaraydi. Ya'ni yaratquchining o'zi bir kuch degandek. Ya'ni hozirgacha mush saviyada. Onun xristiyanlık munosabatli bir o'tmish bo'lg'ashqimikin doim din haqida paranglashni xohlamaydiganligini bekchiq ta'kidlaydi. U hech qachon xristiyan bo'lib boqmadi, lekin xristiyanlarning maktabida o'qidi, yetishdi.
Onuncha bo'lganda Allah bir kishi. U bulutlarning ustida o'ltirib bizni kuzatadi. U insonga o'xshaydi. Bulutlarning ustida o'ltirib bizni kuzatadi. U davrda yashaganlarning boshqacha bir tangri uqumi bor. His qilishimcha, balkim kichikligida bakchiq Isa rasm ko'rganlikdan bo'lsa kerak. Bu zihnidagi qalaymaqonchilik hayotiga hech qanday bir tangri olmasligiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Apam menga tangri kalimasini anglashni xohlamaydiganligini deydi. Erishib qoladi ekanman, tushunmayman deydi. Uning ishonadigan kuchi tangri. U bu munosabatni quramaydi. Bu ish uning uchun baxtli tas. Has anyone become Muslim as a result of your influence? Allah biladi. Menga baxchiq Qur'on zakaz keladi. Men haqsiz Qur'on tarqitaman. Hamma videolarimda haqsiz Qur'on elish uchun bir ulanish qoldirib qo'yman. Taxminan har kuni degidek 10 zakaz olaman. Mush Qur'on zakaz olganlarning ichida balki musulmon bo'lganlar bor bo'lishi mumkin, lekin aniq bilmayman. Instagramga baxchiq uchur keladi. Bu video sayesinde musulmon bo'ldim deb uchur qildiganlarmi bor. Ammo ular rost to'g'ri bir shaklda musulmon bo'ldimi, bo'lmadimi buni bilmayman. Chunki ular bilan ko'rishib baxmadim. Bir qiz bor edi, uning bilan telefonda aloqalashib turyapman. U rostla musulmon bo'ldi. Men bilib musulmon bo'lganlarmi bor, lekin bilmaydiganlarim haqida bir narsa deyolmayman. What is the best way to call people to Islam? Hammaga mos keladigan o'rtaq bir yo'l bor deb qaramayman. Chunki hamma odam bir-biridan farqli. Men ummat bo'lish sifatimiz bilan har birimizni cho'ng bir rasmning bir parchasi deb qarayman. Hammamizning o'zimizga tushliq muhim rollarimiz bor. Siz hayotingizda hech qanday da'vat qilib baxmagan bo'lsangizmi, siz yanla o rasmning muhim bir parchalaridan biri. Chunki bizning harakatlarimizning o'zimi bir da'vat hisoblanadi. Ba'zi kishilar ish harakatlarimiz bilan qilgan da'vat eng muhim da'vat deb qaraydi. Men mush fikrga qo'shilaman. Ammo menchi bo'lganda eng ta'sir qiladigan omil farq qilish, ya'ni bu rasmda kim ekanligingizni farq qilish, bilish. Har bir musulmon o'zining kim ekanligini bilish. Bu rasmning nimaga vakillik qildiganligini bilish deganlik bo'ladi. Ba'zi kishilar bor, sirtda yurishga amroq. Masalan, ular ko'chalardagi bolalar bilan birga o'ynash orqali ularni da'vat qiladi. Bu bek yaxshi bir ish. U rasmning bir parchasi. Yana ba'zi o'qimishli kishilar bor, u o'zining saviyasidagi kishilar bilan munosabat o'rnatib, ularni da'vat qiladi. U bu rasmning bir parchasi. Xo'sh, endi siz bu rasmning qaysi parchasi? Masalan, mening kechmishim kishilik munosabatlar bilan munosabatlik bo'ladi. Mening yenimga kelgan qizlar boy deb o'tgunimdek qizlar. Ular haqiqiy o'zini tepish uchun badal to'lagan qizlar. Yana bir turkum kishilar bo'lsa, izchil inson taraqqiyoti haqida izlanadi. Bular amaliyotda huzur uchun izlanadi. Meni izlab kelganlar mana mush xildagi insonlar. What impressed you the most about our Prophet sallallahu alayhi wa sallam? Damonliq aqlimga bir xil 10 xil ish keldi. Ammo menga nisbatan har vaqt uning muloyimligi, esilliqi ta'sirlantirgan. Har vaqt aqlimdan chiqmaydigan bir hikoyasi bor. Xurjun yudib bir qiyr ayolning hikoyasi. Balkim bu hikoyani sizning bilishingiz mumkin. Sizga so'zlab beradigan bu hikoyada Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam butun safar bo'yicha u ayolning yukini to'shiydi. U ayol davomli uning yomon gapini qilib mangadi. Uning kimligini bilmaydi. Payg'ambarimizni tonimaydi. To'xtamay shikoyat qiladi. Tegi o'zini payg'ambar deb da'vo qilib biri chiqibdimish. Unda qilibdi, munda qilibdimish. Bek eski bir odam. Necha yilning yoki davomli yomon ishlarni qilyotdi degandek. Payg'ambarimiz u ayolning yukini to'shib mengayotgan bo'lsa-mu, u ayolni to'xtatish uchun bir eg'izmi gap qilmaydi. Uningga qarab, mening haqqimda bunday gaplarni qilma yoki nimishqa bunday deysan demaydi. O'ziga yon besib gap qilmaydi. Balki uning gap qilishiga ruxsat qiladi. Ayol so'zlagan seri azvaylab ketadi. Oxir uyga kelib, yuklarni tushirdi. Ayol rahmatini bildirgandan keyin uning kim ekanligini so'raydi. Men Muhammad sallallohu alayhi va sallam deydi. U ayol shu vaqtning o'zida musulmon bo'ladi. Chunki u ayol butun safar asnosida uning haqida yomon gaplarni qilib mang'an bo'lsa-mu, payg'ambarimiz uningga javoban hech qanday gap qilmaydi. Meningcha bu bek muhim bir dars. Biz bu kunlarda birasi haqqimizda gap qilsa behli tez xafa qolamiz. Masalan, birisi mendan bilmay, men haqida so'rasa, darholla, "Hey, u kishi men" deyman. Uning kamtarlik saviyasi shu darajadaki ajoyib kichik bil, behli muhim bir shaxs, ammo behli kamtar. Kichik bil, insonlarga qarshi inchik muomala qilishi, go'zal ishlarni qilishi, kamtarligi, boshqalarga xayr ihson qilishni o'rgatishi.
Bular manga eng ta'sir qilgan taraflardan biri edi. Bo'lib men musulmon emas vaqtda tunji bo'lib anglaganlarim mushu. Which day of our Prophet's life, sallallahu alaihi wasallam, would you choose if you could watch 24 hours of it? Xeyli ko'p insonlarning nima deydiganligini bilaman, ammo men farqli bir narsa deyman. Men Xadijaning vafot bo'lgan vaqtini tanlagan bo'lardim. Chunki men eng azobli vaqtlardan ilhom olaman. U vaqtda u yerda bo'lishni va 24 soatning hammasini shu yerda o'tkazishni xohlagan bo'lardim. Bilaman, men uchun biroz zerikishlik bo'lishi mumkin. Hayotimning qolib qolgan qismida qilgan ishni to'xtamay qilaversam, ammo men eng qorong'u azobli vaqtlardan eng jiq ilhom olaman. Bu men uchun bekli qiyin bo'lishi mumkin, bunisi aniq. Uning qanday inkos berdiganligini va u qiyin ahvolni qanday kontrol qildiganligini ko'rish rostla bektas. Ammo bu menga cho'ng bir ilhom beradigan bir voqelik bo'lgan bo'ladi. If there was a chance to speak directly to all non-Muslims in the world, what would you like to say? Ularga to'xtanglar. Faqat azroqli to'xtab turinglar. Atrofingizga qaranglar, tafakkur qilinglar deyishi mumkin edi. Chunki biz tez suratli poyezdda va bu poyezd to'xtamaydi. Bu poyezd asla to'xtamaydi. Shayton bizni bu poyezdga chiqirdi. Mundaqcha aytganda ba'zida bekla aldirash. Biz davomli bir ishlar bilan mashg'ul bo'lamiz. Hech qachon to'xtab atrofga qarab tafakkur qilish fursatimiz yo'q. Allohni va Allohning sifatlarini biladigan biri atrofga qaraganda faqat shaylanila ko'rmaydi, balki Allohning mo'jizalarini ko'radi. Agar insonlar vaqt chiqarib birdan turib atrofga nazar solsa, tafakkur bilan atrofga qarasa, aslida hamma odam o'xshash natijaga erishadi. Bir narsa sababsizli bu yerda bo'lib qolmaydi. Bu narsa bu yerda. Chunki mush yerga qo'yilibdi. Chunki birisi buni bu yerga loyiq bir shaklda qo'yibdi. Uni shu yerga uyg'un shaklga kirgizibdi va hozirgi holatiga olib kelibdi. Hozir intayin mukammal ko'rindi. Shunchalik ko'p narsalar borki, mukammal bo'lgan. Bir parcha atom yerdan ozroq harakat qilib qo'ysimi, bekli qolaymaqanchilik bo'ladi degandek. Faqat birdan to'xtab turing. Bu narsalarni his qiling. Men mushlarni aytgan bo'lardim. Men hamma odamga birdam sukut qilishni, tafakkur qilishni va bularni tushunishga tirishish kerakligini degan bo'lardim. Ya'ni siz nimishqa bu yerda? Bu yerda nimish qilasiz? Nega ketyapsiz? Men ularga bu ishlar uchun vaqt ajratish kerakligini degan bo'lardim. Is there anything else you would like to say as a final thought? Biz biroz ilgari mening eng qarang'u kunlarim haqida paranglashdik va nurg'un insonlar eng qiyin kunlarda Allohni aslaydi. Bu xil ahvol bak ko'p, ammo meningcha bo'lganda Allohni kayfiyatimiz yaxshi, xo'shal vaqtlarimizda aslashimiz kerak. Bu o'xshashli bak muhim va mening eng oxirida deydiganim, men haqiqatan hamma odamning Allohni o'ylashini, faqatla taskunlarda emas, xo'shal xo'ram vaqtlarda aslashi, o'ylash kerakligini tavsiya qilaman. Chunki Allohni eng jiq unutib qoldigan vaqtlarimiz xo'shal vaqtlarimizdir. Bir insonga berilgan ne'matlar qancha ko'p bo'lgan seri, uning Allohdan yiroqlashish ehtimoli shuncha ko'p bo'ladi. Yana qabul qilish, ne'matlar qo'ldan ketgandimi, alhamdulillah deb shukr qilish. Ahvol qanday bo'lishidan qat'iy nazar Allohdan aslo voz kechmang. Chunki bundaq ahvollar bek ko'p. Men bundaq kishilarni bek jiq ko'raman. Ne'matlar jiqqaygan seri dindan texmi bek uzoqlashib ketadi. Ammo qanchalik qiyinchilikda yashagan seri dinda shuncha mustahkam bo'ladi. Xuddi nomrat bir davlatda nomratchilikda yashaydigan kishilardek. Ular texmi xo'shal, chunki e'tiqodlarda shuncha mustahkam. Ular boy-boyachatchilik ichida yashagan insonlardan bekrak xo'shal. Mening demoqchi bo'lganlarim mana bular. Belki buni ko'rayotgan nurg'un kishilarning beshini tiqib kiralaydigan rohat uylari, to'nglatqida yeydigan yemeklari bo'lishi mumkin. Balkim bu ummatning jixlaridan ahvoli bekrak yaxshi bo'lishi mumkin. Shundaq emasmi? Buning uchun Allohga shukr qiling. Shukr qiling deganim faqatla alhamdulillah deb qo'ying deganim emas. Albatta, alhamdulillah deymiz. Shukr qilishni dinimizni texmi ko'p o'rganish, texmi tirishish deb tushunsak bo'ladi. Texim ko'p xizmat qiling, xayr ihson qiling. Yordamlarni qiling. Dinimizni texim ko'p o'rganishga tirishing. Eng sog'lom mazmundagi narsalarni ko'ring. Nimalarni ko'rganligingizga diqqat qiling. Bular mening eng oxirida aytadiganlarim.